Assalomu alaykum. 15-may kuni Turkiyadagi faollar va huquq himoyachilari va O'zgurder va Mazlumder jamiyati, ya'ni mazlum gapiradi degan muhojirlarning huquqini himoya qiladigan jamiyatlar katta anjuman o'tkazdi. Bu anjumanga deportatsiya bo'limidan ham rasmiylarni taklif qilishdi. Va bu majlisda o'zbekistonlik muhojirlarni noqonuniy ravishda deport qilinishi borasida va ayniqsa Mubashshir Ahmad domlani deport qilinishi borasida ularni so'roqqa tutishdi. Shu kungacha ham o'zi o'zbekistonlik muhojirlar O'zbekistonni talabi bilan O'zbekistonga bir necha marotaba deport qilinish holatlari bo'lardi. Faqat Mubashshir Ahmad domla mashhur kishi bo'lgani uchun bu narsalar yuzaga chiqib ketib qoldi. U deport qilingan insonlarni ba'zilari 5 yilga, 10 yilga va undan ham ko'proqqa qamab yuborilardi. Mubashshir Ahmad domla 10 yildan ortiq mahatda dars berganlar. Imomlarning aksariyati u kishining shogirdi hisoblanadi. Lekin shunaqa bo'lsa ham ko'pgina imomlar va ba'zi faollar bu holatni jimgina kuzatib turishibdi. Bu narsa xuddi 1998-yili Muhammadiy Qorakani qamalishiga o'xshaydi. U kishi qamoqqa olinganida tergovchi bu kishini jinoyatchi emasligi haqida oqlovchi xat yozib 200 ta insonning imzosini yig'ib kelishini so'rashadi. Lekin buni imkonini qilisha olmaydi va bu narsani 100 taga tushiradi. Tergovchi aytadiki, 100 ta insonning imzosini yig'ib kelinglar, bu narsani prokurorga taqdim qilamiz deydi. Lekin atiga 57 ta imzo yig'iladi xolos. Oradan 1 yil o'tgandan keyin u kishini qamoqdan o'ligi chiqadi va janozasiga 20 mingdan ortiq odam ishtirok etadi. Odamlar u kishini tobutini ushlash uchun bir-birini bosib yuborishga ham sal qoladi. Ba'zilari Alloh akbar deb hayqirgan, ba'zilari dod solib yig'lagan. Lekin tirikligida foyda bermagan, ortidan 20 mingta insonning ishtiroki hech qanday u kishiga foyda bermadi. Xuddi shunday, hozir Mubashshir Ahmad domlani himoya qilinadigan ayni vaqti. U kishini shogirdiman degan imomlar hozir chiqib gapirish kerak bo'lgan va faollar va huquq himoyachilarini bir oraga yig'ib, xuddi Turkiyada bo'lgandek O'zbekistonning rasmiylaridan munosabat so'raydigan paytimiz. O'zbekistonning ichidagilar mana shu faollarning ishtirokida, huquq himoyachilarning, advokatlarning ishtirokida Mubashshir Ahmadning holati yuzasidan O'zbekiston rasmiylaridan munosabat so'rash kerak. Tashqarida bo'lgan insonlar bo'lsa, qo'lidan kelsa elchixonaga borib, yo bo'lmasam telefon qilib bo'lsa ham Mubashshir Ahmad domlaning holatidan rasmiy munosabat so'rash kerak. Xullas, u kishi haqida hamma joylardan qo'ng'iroqlarda, murojaatlarda yozdirib yuborish kerakki, ular bu kishining holatini ochiqlashga majbur qolishsin. Agar sukut qiladigan bo'lsak, jim turadigan bo'lsak, Mubashshir Ahmad domlaniki, ya'ni eng faol insongaki shunday muomala qiladigan bo'lsa, ertaga boshqa insonlarga bundan 10 barobar, 100 barobar ortiq muomalani qiladi. Agar siz u biz sukut qiladigan bo'lsak, bizga ham xuddi shu holat yetib keladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.